Telefonda zaryad tugasa o'chgandek, umr tugasa o'chamiz, iloji yo'q. Deyishimizga qaramaydi. Roldami, yo'ldami, cho'milyaptimi, ertaga Toshkentga ketyaptimi safarga, Dubayga ketyaptimi, farqi yo'q. Bileti bormi, olganmi? Bu telefonimizni zaryadini foizi ekranda ko'rinib turibdi. Lekin umrimiz necha kun qolgan, necha yil qolgan, Xudo buni ko'rsatmaydigan qilib qo'ygan. Nimaga? Agar ko'rsatganda hozir siz bilan men ko'chaga chiqmasdi. 47 ga kirganda o'lasan desinda, 15 ga kirgan bola ko'chaga chiqmaydi. Uylanmaydi, ishlamaydi, uyda o'tiraveradi. O'limimga 22 yil qolibdi deydi. Chunki Xudo bizni yaxshi ko'rgani uchun qachon o'lishimizni aytmagan. Lekin aytmagandan keyin bundan xavotirda ham yurish kerak edi. Hozir bo'lsa, Xudo saqlasin, agar o'lim siz bilan meni yomon ish qilayotganimiz ustida kelib qolsa-chi, qumoriga kartachilayotganda, yo nardaga chakapar otayotganda, yo birov bilan so'kinishayotganda, yo telefonda uyatsiz narsa ko'rayotganda, yo aroqni qopqog'ini ochib maydalab quyayotganda kelib qolsa nima bo'ladi? Kim kafolat beradi menga o'sha payt o'lim kelmaydi deb? Uning o'rniga yaxshi narsani Xudodan so'raylik. Xudo o'zi yaxshi ko'radigan ishni ustida biz jonimizni olsin. Ishlash ibodat, mehnat ibodat, pul topish ibodat. Mehnat qilayotganimizda, tahorat qilayotganimizda, namoz o'qiyotganimizda, yo bir kasallik ko'rgani ketayotganimizda, yo amma holat tog'a amakini ko'rgani ketayotganimizda, mayli o'shanda jonimiz olsin, Xudo yaxshi ko'rgan ishni ustida o'lgan bo'lamiz. Mana nechta yoshda eshitasizlar, ko'chada, talpada, ha, siz o'lib qoldi. O'sha xunuk o'lim bu. Bir-birini pichoqlab o'ldirib yuboryapti, talpada urib o'ldirib yuboryapti. Yomonning qo'lida qoladi. Men bugun yomonlar qo'lida o'lib ketmaysiz, o'zi yaxshi odam bo'ladi. Yaxshi odam bu dunyo, u dunyoda obro'li bo'ladi.